Bizga mehmon kelgan paytda kelinglar mehmonlar turib, baxmal ko'rpachani shunday suvga tashlab turib, o'tiringlar deyishlardi. Davra o'tdi. Bundan ko'ra mana bunday stullardan olinglar, atigi 750 ming so'mga olsangiz bo'ladi. Ko'rpachani yeriga ham solmaysiz, suvga ham solmaysiz. 750 ming so'mga mana shu 6 talik stullarni olasizlar. Agar donaga stulni olaman desalang, atigi 100 ming so'mdan olsangiz bo'ladi. Kraskali ham parashkovoy bo'ladi, ko'chmaydan, o'chmaydandan bo'ladi, eng zo'ridan bo'ladi. Ranglari har xildan bor ekan, bemalol tanlab olsangiz bo'lar ekan. Marojnoy xonangiz bo'ladi, gazvoda xonangiz bo'ladi, bemalol olib foydalansangiz bo'ladi. Xo'jaliklarga olib qo'ysalar ham atigi 750 ming so'm ekan. Suv tekin naqd ekan. Buni qaranglar, biz qanchadan qancha tepalarga otdik, hech narsa qilmadi, zo'ridan bo'ladi. Mana 80 kg yuk bilan chiqib ko'rsatib beryapman. Otib borsak ham hech narsa qilmayapti. Agar yomon bo'lganda bu sinib ketgan bo'lardi. 750 ming so'mga bemalol kampirlik olasizlar, donaga stulni 100 ming so'mga olasizlar. Mana bu kachilarimiz nima deyapti? 1 million 800 ming so'mga mana shu kachilarni olsangiz bo'ladi. 3 ta odamgacha sig'averadi, 250 kilocha yukni bemalol ko'taradi. Mana bu rattan stulimiz, o'sha deko deyiladi, 2 million 300 ming so'mga 6 talik olasiz. Oynaklari ham kallonni bo'ladi. O'zim ham chiqib bemalol ko'rsatib beryapman. Mana mehmonlaringni oldida umuman uyaltirib qo'ymaydi. Eng zo'ridan bo'ladi. Oynaklari ham kallonni bo'lgani uchun simiydanda bo'ladi. Mana shu 6 talik 2 million 300 ming so'mga olsangiz bo'ladi. Ranglari har xildan bor, bemalol tanlab olsangiz ham bo'ladi. Mana bu Isabella fasonimiz 6 taliga 5 million 300 ming so'm ekan. O'tirganlaringda juda ham keng ekan. Mana do'stlar, buni 4 taligini ham 8 taligini ham qilib berar ekan. Eng arzon joyini topib qo'ydim. Haqiqiy dehqon ekan bular. Keyin mana shu yerdan olishlaring narxlarini tushuntirib berdik. Uzoq joylarga narxlar ozmas qo'shilib olar ekan. Telegram yozsangiz rasmlarni tashlab beradi. Arzimagan summani to'lov qilasiz. Borgandan keyin pulini bersalar ham bo'lar ekan. Kelaverasa telefon qilaverasiz.